Biz oldin ham aytganmiz, hozir ham aytamiz, bez dokument mashina olmaymiz. Faqat dokumentalli mana shunaqa urilgan avtomobillar sotib olamiz. Bu mashinani mana shu holatda sotib olganmiz. Mashinamiz yil 2019-yilgi Cobalt akalar. Mashinaning holati og'ir, dumalagan holatda. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi, airbaglar o'tmagan. Qiz bolaning mashinasi bu ham oranjeviy salon, ko'rishinglar mumkin. Diskalari qichig'ini, brabusini qo'yib haydashgan akalar. Orqalari pachoq bo'lib yotibdi, bagajlar ezilgan, stop bamperlar, ko'rib turibsizlar, stoyka tomlari ezilib ketgan akalar. Oynalari sinib ketgan. Xullas mashina dumalagan. Motor korobkalari bitta dona oldi kapoti but-butun qolgan. Bu tomonda ham udari bor edi akalar. Zapaskasini qo'yib qo'ydik. Akalar, bu mashinani mana shu holatda, urilgan holatida sotib olganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa avariyli mashinalarni zo'r narxlarda olamiz. Bu mashinani 2019-yilgi Cobalt'ni, Choco mexanika Cobalt'ni $3000 ga olganmiz akalar. Xullas bemalol murojaat qilasizlar, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Zo'r narxlarda borib, sirazi pulinglarni sanab berib olib ketamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.